To'qqizinchi variant. Birinchi savol. Ma'muriy javobgarlikni yengillashtiruvchi holatlarni aniqlang. Xo'p, og'irlashtiruvchi holatlar hammasi salbiy ma'noga ega bo'ladi. Yengillashtiruvchi holatlar esa deyarli ijobiy ma'noga ega bo'ladi. Ijobiy degan endi yaxshi ma'no emas, sal yengilroq ma'noga ega bo'ladi deb olsak to'g'ri bo'ladi. Ajratib olish oson, albatta og'irlashtiruvchi va yengillashtiruvchi holatlarni. Xo'p, g'ayri-huquqiy harakatlarni to'xtatish vakolati bor shaxslar tomonidan qo'yilgan talablarga qaramay bunday harakatlarni davom ettirish o'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, bu ma'muriy javobgarlikni og'irlashtiruvchi holat hisoblanadi. Huquqbuzarlikning kuchli ruhiy hayajon ta'siri ostida yoki og'ir shaxsiy, oilaviy yoxud boshqa sharoitlar yuzaga kelganligi oqibatida sodir etilishi va bu yengillashuvchi holat hisoblanar ekan. Ikkini olamiz. Uchinchi ma'lumotda huquqbuzarlikning tahdid yoki majburlov ta'siri yoxud xizmat yuzasidan moddiy yoki boshqa jihatdan qaramdagi ta'siri ostida sodir etish, bu ham yengillashuvchi holat hisoblanadi. To'rtinchi ma'lumotda esa ma'muriy jazo chorasiga tortilgan shaxsni 1 yil mobaynida yana o'sha xildagi huquqbuzarlikni sodir etishi. Bu esa og'irlashtiruvchi holat hisoblanar ekan. Xo'p, to'g'ri javob B javob bo'lar ekan. Ikkinchi savolimizga e'tibor qaratamiz. Xo'p, bir ismli shaxs ta'limning magistratura bosqichida o'qish uchun dunyoning nufuzli universitetlaridan biriga imtiyozli qabul qilindi. Xo'p, bir ismli shaxsning qaramog'ida ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lganlar mavjud emas. Uning soliqlar va boshqa to'lovlardan qarzdorligi yo'q, mamlakat qonunchiligida belgilangan taqiqlarga uchramagan bo'lsa ham huquqni muhofaza qiluvchi organlar ismli shaxsni hech qanday sabablarsiz aeroportda ushlab, respublika hududidan chetga chiqishga to'sqinlik qildi. Lekin bunga hech qanday asosli va qonuniy sabab yo'q edi. Shu sababli, demak, bu shaxsga qaysi huquqi poymol etilgan degan savol beriladigan bo'lsa, Konstitutsiyamiz 32-moddasini eslaymiz, shaxsiy huquq va erkinliklar bobiga oid va bu shaxsning shaxsiy huquqi buzilgan edi. Har kim mamlakatdan tashqariga erkin chiqish huquqiga ega. Cheklovlar bundan mustasno. Lekin bunda ismli shaxsda hech qanday cheklov yo'q edi bu paytda. Xo'p, uchinchi savolga e'tibor qaratamiz. Davlat bayrog'i to'g'risidagi qonun. Xo'p, bayroq to'g'risidagi qonun diplomatik vakolatxonalar, konsullik muassasalari, xalqaro tashkilotlar huzuridagi vakolatxonalar tomonidan ijro etilishi ustidan nazorat qaysi davlat idorasi tomonidan amalga oshiriladi? Albatta, O'zbekiston Respublikasidan tashqarida nazorat amalga oshirilishi kerak. Shuning uchun bu savolning to'g'ri javobi Tashqi ishlar vazirligi bo'lar edi. To'rtinchi savolga e'tibor qaratamiz. Nuqtalar o'rniga mos keluvchi javobni aniqlaymiz. Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt qoidalari o'z ishtirokchi davlatlari tomonidan bajarilishini nazorat qiluvchi mustaqil ekspertlar guruhidan tashkil topgan tuzilma bu Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson huquqlari qo'mitasi yoki Inson huquqlari kengashi bo'ladi. Ikkalasi ham bir xil narsa. Xo'p, D javob olinar ekan. Bu 10-sinf yangi darslikda yozilgan. BMTning ixtisoslashtirilgan organi. BMT Inson huquqlari qo'mitasi yoki Inson huquqlari kengashi. Odamlarning inson huquqlarini rad etish ularning insoniyligiga qarshi chiqishdir deya Janubiy Afrika Respublikasining sobiq prezidenti Nelson Mandela aytib o'tgan ekan. 10-sinf darsligidan olingan D javob. Xo'p, quyidagi ma'lumotlarni tahlil qilib, Venn diagrammasiga mos ma'lumotlar to'g'ri ko'rsatilgan javobni aniqlaymiz. Prezident hamda bosh vazir bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotlar. Vazirlar Mahkamasining o'tgan yildagi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish yakunlari va navbatdagi yil uchun asosiy ustuvorliklar to'g'risidagi har yilgi ma'ruzasini Qonunchilik palatasiga albatta prezident taqdim etmaydi. Buni bosh vazir taqdim etadi. Ikkinchi raqamga A ni joylashtiramiz. Vakolat muddati qonunchilikda aniq belgilangan. Bu albatta kim bo'ladi? Prezident bo'ladi. Vakolat muddati qonunchilikda aniq belgilangan. Bosh vazirning vakolat muddati aniq belgilanmagan. Farmoyishlar chiqarishga haqli. Bu qaysiga olamiz endi? Farmoyishlarda ikkalasiga ham olar ekanmiz. Farmoyishlar chiqarishga, demak, bu yerda ko'rsatilganlarda ikkalasi ham haqli hisoblanadi. Vazirlar Mahkamasi faoliyatini tashkil etadi, unga rahbarlik qiladi, uning samarali ishlashi uchun shaxsan javobgar bo'ladi. Bu bosh vazirga oid bo'lgan ma'lumot hisoblanardi. Shuning uchun bunga bosh vazir bilan bog'liq bo'lgan holatni belgilaymiz. O'zbekiston Respublikasi fuqarolari tomonidan saylanadigan bo'lsa, bu albatta O'zbekiston Respublikasi prezidentiga bog'liq bo'lgan ma'lumot hisoblanadi. Prezidentga bog'liq bo'lgan ma'lumot hisoblanganligi uchun buni birinchi ma'lumotga joylashtiramiz. Prezident bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotligi uchun birinchi ma'lumotga joylashtiramiz. Xo'p, ana endi e'tibor qaratamiz. Vazirlar Mahkamasi majlislariga raislik qilish huquqiga ega deganimizda albatta bu ikkalasiga ham to'g'ri kelardi. Shuning uchun to'g'ri javob A javob bo'ladi. B, E, A, D, C, F ma'lumotlari.
Xo'p, Konstitutsiyaning 30-moddasidan olingan norma, 30-moddani bu yerda ahamiyati yo'q, faqat biz huquq normasining elementini aniqlashimiz kerak. Xo'p, ajratib ko'rsatilgan qism qaysi qism edi? Rasmiy e'lon qilinmagan qonun asosida hukm qilinishi, jazoga tortilishi, mol mulkdan yoki biron bir huquqdan mahrum etilishi mumkin emas. Xo'p, o'zi hech kim jazoga tortilishi, hukm qilinishi, mol mulkidan yoki biron bir huquqdan mahrum etilishi mumkin emas deb aytsak, bu norma mavhum norma bo'lib qoladi. Bu norma qanday bo'lishi mumkinmi? Hech kim hukm qilinishi mumkin emas, jazoga tortilishi mumkin emas. Qarang, bu norma to'liq kuchga kirmagan hali. Shu normani to'liq kuchga kirishi uchun kerak bo'ladigan shart-sharoit, yuzaga kelishi lozim bo'lgan shart-sharoit albatta qayerda ifoda etiladi? Gipotezada ifoda etiladi. To'g'ri javob D javob bo'lar ekan. Fuqarolik kodeksining 12, 13, 14, 15-moddalardan olingan to'g'ri berilgan ma'lumotlarni aniqlashimiz kerak. Xo'p, davlat organlari yoki fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari. Davlat organlari fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlarining qonunchilikka muvofiq bo'lmagan hamda fuqarolarni yoki yuridik shaxslarning fuqarolik huquqlari va qonun bilan qo'riqlangan manfaatlarini buzadigan hujjatni prokuror tomonidan haqqi emas deb topilishi mumkin. Aslida bu xato ma'lumot bo'ladi. Bunday hujjatlar sud tomonidan haqqi emas deb topiladi. Birinchi ma'lumot shu yerda noto'g'ri ma'lumot hisoblanar ekan. Ikkinchi ma'lumotga e'tibor qaratadigan bo'lsak, fuqarolik huquqlarini shaxsning o'zi himoya qilishga yo'l qo'yiladi. Albatta, shaxs o'zini huquqlarini o'zi himoya qilishlari mumkin bo'lar ekan. Ikkinchi ma'lumot to'g'ri ma'lumot. Uchinchi ma'lumotga e'tibor qaratganimizda, agar huquqni buzgan shaxs buning natijasida daromad olgan bo'lsa, huquqni buzgan shaxs daromad olgan bo'lsa, huquqi buzilgan shaxs boshqa zarar bilan bir qatorda boy berilgan foyda bunday daromaddan kam bo'lmagan miqdorda to'lanishini talab qilishga haqli bo'lar ekan. Xo'p, demak, nima qildik? Biz bir nima deyishimiz mumkin? Mahsulot ishlab chiqaruvchi apparatni ijaraga berdik. Mahsulot ishlab chiqaruvchi apparatni ijaraga berdik. Qancha muddatga ijaraga berdik? Deylik, 1 oyga ijaraga berdik. 1 oylik ijara haqini oldik. 1 oy foydalanishga berdik, 1 oylik ijara haqini oldik, lekin biz ijaraga bergan shaxs o'sha apparatni 1 yil davomida qaytarmadi. 1 yil davomida qaytarmadi. Albatta bu bitimni shartlarini buzganda 1 oydan keyin qaytarib berish kerak, lekin 1 yil davomida qaytarmadi. Bu degani 12 oy u apparatni ishlatib daromad oldi degani. Biz esa u apparatni ishlatmasdan turib daromaddan quruq qoldik. Shuning uchun biz boy berilgan foydani talab qilishimiz mumkin. Uchinchi ma'lumot shunda to'g'ri ma'lumot hisoblanar ekan. D javobni to'g'ri ma'lumot sifatida belgilaymiz. 4-ma'lumotning xatoligi qayerda? Zarar qaysi davlat organi, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, mansabdor shaxslarning aybi bilan yetkazilgan bo'lsa, sudning qarori bilan zararni o'rnini qoplash ushbu organlar mansabdor shaxslarning zimmasiga yuklatilishi mumkin emas deb aytilgan. Aslida zararni qaysi organ yuklatgan bo'lsa, o'sha organning zimmasiga yuklatiladi albatta. Mana shu jihatiga e'tibor qaratishimiz shart va zarur hisoblanar ekan. Xo'p, ana endi quyidagi berilgan ma'lumotlardan qaysilari jamoat xavfsizligiga qarshi jinoyatlar hisoblanadi? Jamoat xavfsizligiga qarshi jinoyatlarda, xo'p, jinoiy faoliyatda olingan daromadlarni legallashtirish, bu jamoat xavfsizligiga qarshi jinoyat. 4-inchisi yolg'on axborot tarqatish jamoat xavfsizligiga qarshi jinoyat va sanitariyaga oid qonun hujjatlari yoki epidemiyaga qarshi kurash qoidalarini buzish ham jamoat xavfsizligiga qarshi jinoyatlar hisoblanar ekan. Va transportlar bilan bog'liq bo'lgan alohida jinoyat turi mavjud. Bunday transport bilan bog'liq bo'lgan jinoyatlarda hammasi jamoat xavfsizligiga qarshi jinoyat degan fikr uyg'otishdan qat'iy nazar biz buni alohida transport bilan bog'liq bo'lgan jinoyatlarga olishimiz kerak bo'lar ekan. To'g'ri javob A javob bo'ldi. Xo'p, quyida berilgan qaysilari Konstitutsiyaning iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ekologik huquqlari bobiga oid? Ekologik huquqlar bobiga oid bo'lganlarini aniqlaymiz. Demak, har kim uy-joy daxlsizligi huquqiga ega. Biz buni olmaymiz. Uy-joy daxlsizligi huquqi shaxsiy huquq va erkinliklar bobiga oid bo'ladi. Ikkinchi ma'lumot, xo'p, O'zbekiston Respublikasida o'qituvchilar to'g'risida aniq 52-moddada yozilgan. Shuning uchun ham bu iqtisodiy, ijtimoiy huquqlar bobiga oid bo'lar ekan. Oliy ta'lim tashkilotlari to'g'risida esa 51-moddada yozilgan. 3-ma'lumot ham 9-bobda joylashgan edi. 2 bilan 3 to'g'ri javob bo'lar ekan. Xo'p, mehnatga layoqatsiz, yolg'iz keksalar, nogironligi bo'lgan shaxslar hamda aholining ijtimoiy jihatdan ehtiyojmand boshqa toifalarning huquqlari davlat himoyasidadir deya 57-moddada inson huquqlarini kafolatlari bobida yozilgan edi. B javob to'g'ri javob bo'lar ekan 10-savolimizga. 11-savol to'g'ri berilgan ma'lumotlarni aniqlaymiz. Ma'lumotni aniqlaymiz. Oila huquqiga oid bo'lgan ma'lumot hisoblanar ekan. Er-xotinning umumiy mol mulkini bo'lish
Er xotinning umumiy mol mulkini bo'lish. Hozir qo'yib qo'yaylik. Er xotinning umumiy mol mulkini bo'lish. Er xotindan birining talabiga ko'ra ular faqat nikohdan ajrashganidan keyin amalga oshirilishi mumkin deb aytilyapti. Bu aslida noto'g'ri ma'lumot hisoblanadi. Nikoh paytida ham bunday mol mulkni bo'lish to'g'risida talab kiritishga haqli. Nikohdan ajrashgandan keyin ham bunday talab bilan murojaat etishlari mumkin bo'lar ekan. Javob xato ma'lumot. Nizo tug'ilgan hollarda er va xotinning umumiy mol mulkini bo'lish, shuningdek er va xotinning bu mol mulkdagi ulushini aniqlash ma'muriy tartibda FHDYoda amalga oshiriladi deb aytilyapti. Demak, bu o'ta xato ma'lumot hisoblanadi. Nizo tug'ilgan paytda mol mulkni bo'lish FHDYoda emas, balki sudda sud tartibida amalga oshiriladi. B javobi shunda xato ma'lumot hisoblanar ekan. D javobga e'tibor qaratamiz. Nikohdan ajralgan er va xotinning umumiy mol mulkini bo'lish to'g'risidagi talablarga nisbatan 1 yillik da'vo muddati qo'llaniladi deyapti. Aslida 1 yillik da'vo muddati emas, balki bu da'vo muddati 3 yillik bo'lishi kerak edi. Shuning uchun to'g'ri javob C javobda to'g'ri ma'lumot berilgan. Xo'p, aynan bolaning nomiga qo'yilgan omonat bolaning mulkidir. Er xotinning umumiy mol mulkini bo'lishda bolaning nomiga qo'yilgan omonatlar hisoblanmaydi. Bekorchilik va maishatparastlik to'g'risida Abu Ali ibn Sino yozib qoldirgan. D javob. 13-savolga e'tibor qaratamiz. Yakuniy xulosa referendum to'g'risidagi qonundan olishimiz kerak. Xo'p, O'zbekiston Respublikasining butun hududida joriy etilgan harbiy vaqt, favqulodda holat sharoitida referendum o'tkazilmaydi. Bu to'ppa-to'g'ri ma'lumot. Hattoki harbiy vaqt yoki favqulodda holat tugagandan keyin yana qancha payt davomida o'tkazilmasdi referendum? 3 oy davomida o'tkazilmas edi. Referendum natijalari rasman e'lon qilingandan keyin 6 oy davomida mazmun va ma'nosiga ko'ra xuddi shunday savol qo'yilgan referendum o'tkazilmaydi. To'g'ri ma'lumotmi? Bu xato ma'lumot. 6 oy davomida emas, balki 1 yil davomida o'tkazilmasligi kerak. Xuddi shunday savol qo'yilgan referendum. 3-ma'lumotga e'tibor qaratamiz. O'zbekiston Respublikasi fuqarolari referendumda bevosita va bilvosita ishtirok etadilar. Bu ham xato ma'lumot. Referendum va saylovlarda fuqarolar bevosita ishtirok etadi. Ya'ni to'g'ridan to'g'rilik prinsipi bor bu referendum bilan saylovda. 3-ma'lumot ham xato ma'lumot hisoblanar ekan. 4-ma'lumotga e'tibor qaratadigan bo'lsak, referendum o'tkaziladigan kunga qadar yoki referendum kunida 18 yoshga to'lganlar referendumda ishtirok etish huquqiga egadirlar. Bular to'ppa-to'g'ri ma'lumot hisoblanadi. 5-ma'lumotga e'tibor qaratadigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasi hududidan tashqarida istiqomat qilayotgan yoki turgan fuqarolar ham referendumda ishtirok etishga to'la haqli hisoblanishar ekan. Shuning uchun to'g'ri javob B javob bo'lar edi. Xo'p, 14-savolga e'tibor qaratamiz. Xolisning jinoyat protsessida ishtirok etishga monelik qiladigan holat hisoblanadi. Xolis qaysi paytda xolis bo'lib ishtirok eta olmaydi yoki xolisning jinoyat protsessida ishtirok etishga monelik qiladigan holatlarni aniqlashimiz kerak. Xo'p, xolisning o'z kasbiga noloyiqligi ayon bo'lib qolsa, xolisning kasbini biz uchun ahamiyati yo'q. U deylik uysiz bo'ladimi, u o'qituvchi bo'ladimi, u ishsiz bo'ladimi, bizga umuman aloqasi yo'q uni kasbidan. Keyingisi, xolis o'z himoyasidagi gumon qilinuvchi. Hech qachon xolisning himoyasida gumon qilinuvchi bo'lmaydi. Bu xolis. Ilgari shu ish bo'yicha ekspert mutaxassis tarjimon sifatida ishtirok etgan bo'lsa, xo'p, bu ham bo'lmaydi. Ishtirok etadigan, monelik qiladigan holatga e'tibor qaratadigan bo'lsak, xolis agarda mana shu belgilangan ichki ishlar, DXX, Milliy gvardiya yoki Prezident davlat xavfsizlik xizmati, prokuratura, adliya yoki sudning xodimi bo'lsa, xolis ishda ishtirok eta olmaydi. Xo'p, to'g'ri javob A javob bo'lar ekan. 14 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan voyaga yetmaganlar qaysi jinoyatlar subyekti bo'lishi mumkin? Qaysi jinoyatlarning subyekti bo'la oladi degan savolga to'xtalganimizda millatlararo yoki irqiy adovat yoki diniy ta'assublar zamirida mulkni qasddan nobud qilish, bunga zarar yetkazish. 14 yoshdan boshlanar ekan bu. Keyingisi sovuq qurol yoki kishining sog'lig'i uchun amalda shikast yetkazishi mumkin bo'lgan narsalarni namoyish qilib, ularni qo'llash bilan qo'rqitib yoki qo'llab bezorilik qilish. Bu 2 bilan 4 javobi 14 yoshdan boshlanar ekan mana shu jinoyatlarning subyekti bo'lish. Xo'p, va mana bu birinchi ma'lumotda berilgani voyaga yetmagan shaxsni moddiy ta'minlashdan bo'yin tovlash yoki jismoniy yuridik shaxslar murojaatlar to'g'risidagi qonunchilikni buzish hammasi necha yoshdan boshlanadi? 18 yoshdan boshlanadi. Tabiiyki voyaga yetganlik talab etiladi bunda. Xo'p, quyidagilardan qaysi biri qonunchilik taklifini qonunchilik tashabbusi tartibida Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga kiritishga haqli deganimizda bu ombudsman bo'lardi. Yana ombudsmandan tashqari yana qaysi subyektlar bor edi bu yerda? Senat bor edi, 100 ming nafar saylash huquqiga ega bo'lgan fuqarolar bor edi va Markaziy saylov komissiyasi bor edi. Shu 4 xil subyekt
aynan mana shunday huquqqa ega deb topiladi. To'g'ri javob B javob. 17-savol. Unitar davlatlarni aniqlaymiz. Unitar davlat bu yerlarda unitar davlatlar Chexiya bilan Ruminiya unitar davlatlar hisoblanadi. Shveysariya hamda Avstraliya esa federativ davlatlardir. Shuning uchun bu savolimizning to'g'ri javobi D javob bo'lar ekan. Shveysariya avval bilasiz, konfederativ davlat shaklida bo'lganda, keyin islohotlar natijasida federatsiyaga aylangan. D javob bo'lar ekan. Xo'p, siyosiy partiyalarga a'zo bo'lishi mumkin bo'lmagan toifalarni e'tiborimizga qaratamiz. Demak, Hisob palatasining mansabdor shaxslari siyosiy partiyaga a'zo bo'la olmaydi. Xo'p, keyingisi Milliy gvardiya organlari xodimlari, davlat xavfsizlik xizmati xodimlari, ichki ishlar xodimlari siyosiy partiyaga a'zo bo'la olmaydi. Xo'p, xorijiy davlatning fuqarolari siyosiy partiyaga a'zo bo'la olmaydi hamda prokurorlar va prokuratura tergovchilari siyosiy partiyalarga a'zo bo'lmaydi. Shu o'rinda bilib qo'yishimiz kerakki, chet elda yashovchi O'zbekiston fuqarolari siyosiy partiyaga a'zo bo'lishlari mumkin. Hukumatning siyosatga qarshi bo'lgan muxolifatchi a'zolari albatta bular siyosiy partiyani a'zosi hisoblanadi o'z-o'zidan. Xo'p, demak, keyingi savolga e'tibor qaratamiz. Ish beruvchi quyidagilarni dastlabki va davriy majburiy tibbiy ko'rikdan o'tkazishni tashkil etish shart. Xo'p, demak, quyidagi qaysilarni tibbiy ko'rikdan o'tkazishlari kerak bo'lar ekan ish beruvchilar? Albatta, oziq-ovqat sanoatida ishlayotganlarga, aholiga bevosita xizmat ko'rsatayotganlarni har yili tibbiy ko'rikdan o'tkazishlari shart bo'ladi. Xo'p, keyingisi esa albatta pedagog xodimlarni tibbiy xizmatini tibbiy ko'rikdan o'tishini tashkil etishlari shart bo'lar ekan. Mana shu 1 bilan 3 bo'lgan holat to'g'ri ma'lumot sifatida olinadi va ikkini xatoligini ko'rib turibsiz. Pensiya yoshiga yetmagan shaxslar deb olinyapti. Bu to'g'ri kelmasligi o'z-o'zidan ma'lum. Pensiya yoshiga yetgan shaxslar bo'lsa edi boshqa masala edi. Professional ta'lim hamda oliy ta'lim tashkilotlari pedagoglari deyilganda bu ham xato ma'lumot hisoblanadi. Faqat umumiy o'rta ta'lim tashkilotlari va maktabgacha ta'lim tashkilotlari tartibi belgilangan xolos. To'g'ri javob A javob bo'lardi shunda. Xo'p, keyingisi monarxiya boshqaruvidagi davlatlarni aniqlashimiz kerak. Bu yerda Marokash, Kanada va Belgiya hisoblanmaydiganlari ekan bu yerda. Uzr, hisoblanmaydiganlari. Islandiya monarxiya emas, Kuba monarxiya emas hamda Polsha monarxiya emas. 2, 3, 6 javobi to'g'ri javob hisoblanar ekan. Moliyaviy huquqiy munosabatlar qaysi subyektni davlat moliyaviy faoliyati sohasiga tegishli yuridik majburiyatlar va huquqlar majmuini olish qobiliyatiga ega bo'lgan hamda ularni amalga oshirish uchun mas'ul hisoblangan odamlarning tashkiliy va alohida ajratilgan turli xil birikmalaridir. Ular qatorida yuridik shaxs maqomiga ega bo'lgan davlat organlari va tashkilotlarini ham hisobga olish mumkin desa, bu albatta jamoa subyektlari hisoblanadi. Demak, tashkilotlar bo'ladi, jamoa subyektlari. B javobni olar ekanmiz. Xo'p, demak, to'g'ri berilgan ma'lumotlar Vazirlar Mahkamasi to'g'risidagi qonunning 7-moddasidan olingan. Qonunchilik palatasi deputatlari umumiy sonining 3dan 2 qismidan iborat ko'pchilik ovozi bilan ma'qullangan hisoblanadi bosh vazir nomzodi. Bu xato ma'lumot hisoblanar ekan. Bosh vazir nomzodini ma'qullash ko'pchilik ovozi yetarli. Ikkinchi ma'lumotga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bosh vazir lavozimiga taqdim etilgan nomzod 3 marta rad etilgan taqdirda prezident bosh vazirni tayinlaydi va prezident Oliy Majlis Qonunchilik palatasini tarqatib yuborishga haqli bo'ladi. Ikkinchi ma'lumot to'g'ri ma'lumot sifatida belgilanadi. Uchinchi ma'lumot, Vazirlar Mahkamasining a'zolari, ularning nomzodlari prezident taqdimiga binoan Oliy Majlis Qonunchilik palatasi tomonidan ma'qullanganidan keyin prezident tomonidan lavozimga tayinlanadi. Bu ham to'g'ri ma'lumot hisoblanar ekan. To'g'ri javob 2 bilan 3 hisoblanadi. 4ta xatoligi qayerda edi? 4ning xatoligi Vazirlar Mahkamasi a'zoligiga nomzod mas'ul qo'mita, siyosiy partiya fraksiyalari tomonidan dastlabki tarzda ko'rib chiqilganidan keyin Senat majlisida ko'rib chiqiladi deb aytilyapti. Shu Senat degan qismi xato edi. Bu Qonunchilik palatasi bo'lishi kerak. 23-savolda qonun bo'yicha 3-navbatdagi vorislar bu tug'ishgan amaki, tog'a, amma va xola hisoblanadi. Bolalar 1-navbat, tug'ishgan hamda ota bir ona boshqa, xullas aka-uka, opa-singillar bular 2-navbat hisoblanadi. Boshqa qarindoshlar esa 4-navbat hisoblanadi. Yakuniy xulosa keltirilgan javobni aniqlaymiz. Konstitutsiyamizda 132, 133, 134, 135-moddalar, ya'ni sud hokimiyati bilan bog'liq bo'lgan normalarga e'tibor qaratishimiz kerak. Konstitutsiyaviy sud prezident taqdimiga binoan Oliy Majlis Senati tomonidan Sudya Oliy Kengash tavsiya etgan siyosat va huquq sohasidagi mutaxassislar orasidan Qoraqalpog'iston Respublikasi vakilini qo'shgan holda saylanadi degan ma'lumot berildi. Bu to'ppa-to'g'ri ma'lumot hisoblanadi. Konstitutsiyaviy sudning raisi qayta saylanish huquqisiz 10 yil muddatga saylanadi deb aytilibdi. Bu xato ma'lumot. Bu ayni bir shaxs 2 marta ketma-ket surunkasiga Konstitutsiyaviy sud raisi ham bo'lishi mumkin hamda
5 yilga saylanardi. 10 yil bu Konstitutsiyaviy sudning sudyasiga tegishli bo'lgan muddat. Ikkinchi ma'lumot xato ma'lumot. Uchinchi ma'lumot Oliy sud fuqarolik, jinoiy, iqtisodiy va ma'muriy sud ishlarining yuridik sohasida sud hokimiyatining oliy organi hisoblanadi. Bu to'g'ri ma'lumot sifatida belgilaymiz. 4-ma'lumotda Konstitutsiyaviy sud sudyalar hamjamiyatining mustaqil organi hisoblanib, sudyalar korpusini shakllantiradi deb aytilyapti. Bu aslida Konstitutsiyaviy sud to'g'risida emas, balki sudyalar oliy kengashi to'g'risida aytilgan edi. 4-ma'lumot xato ma'lumot hisoblanar ekan. 5-ma'lumot esa Oliy sudning rais o'rinbosarlari prezident taqdimiga binoan albatta senat tomonidan 5 yil muddatga saylanadi. To'g'ri ma'lumot hisoblaymiz. Biz shunda A javobni to'g'ri javob sifatida qabul qilamiz. Xo'p, to'g'ri, noto'g'ri, to'g'ri, noto'g'ri, to'g'ri javobi to'g'ri bo'lar ekan. Qaysi vazirliklar, korxona, tashkilotlar va muassasa tomonidan ishlab chiqarilgan atrof muhitga ta'sirini yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan eng yuqori darajadagi tartibga soluvchi ekologik normativlarni tasdiqlash vakolatiga ega. Demak, ekologiya atrof muhit bilan bog'liq bo'lgan, bevosita bog'liq bo'lgan vazirliklarni olishimiz kerak bunda. Xo'p, bu ekologiya atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi birinchi ma'lumot olinadi. Albatta va yana sog'liqni saqlash vazirligi olinadi va tog' kon sanoati va geologiya vazirligi olinadi. To'g'ri javob shunda D javob bo'lar ekan. Xo'p, tabiatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonunda ayrim mana shunday vakolatlar bilan bog'liq bo'lgan qismini yodlab qo'yish talab etiladi. To'g'ri berilgan ma'lumotlarni aniqlaymiz. Fuqarolik kodeksi 29, 30, 31-moddalarda olingan kichik yoshdagi bolaning ota-onasi, farzandlikka oluvchilar yoki vasiy kichik yoshdagi bolalar yetkazgan zarar uchun javobgar bo'lmaydilar deb oldi. Bu xato ma'lumot. Kichik yoshdagi bolalar bu 6 yoshdan 14 yoshgacha hisoblanadi. Ularni yetkazgan zarari uchun albatta ularning ota-onasi va vasiysi javobgar hisoblanadi. Birinchi ma'lumot xato ma'lumot bo'ldi. Ikkinchi ma'lumot esa kichik yoshdagi bolalarning bitimlari bo'yicha ota-onalari albatta javobgar bo'ladilar. Mulkiy javobgar bo'ladilar, zarar uchun ham javobgar bo'ladilar. Agarda 14-18 yosh deganimizda mulkiy javobgar ham bo'lmaydi, zarar uchun javobgar ham bo'lmaydi. Muomala layoqati cheklangan fuqaroning homiysini roziligisiz mayda maishiy bitimlarni tuza olmaydi deb aytdimiz. Bu xato ma'lumot. Muomalaga layoqatsiz o'zining vasiysiz umuman bitim tuza olmaydi. O'zi umuman bitim tuza olmaydi. Bundachi muomala layoqati cheklanganlar mayda maishiy bitimlarni bemalol tuzish huquqiga ega, homiylarning roziligisiz ham. 4-ma'lumot shunda to'g'ri ma'lumot hisoblanar ekan. C javob to'g'ri javob bo'ldi. Xo'p, fuqarolarning teng huquqliligini buzish albatta bu konstitutsiyaviy huquq va erkinliklarga qarshi jinoyatlar hisoblanadi. A javob to'g'ri javob sifatida belgilanar ekan 27-savolga. 28-savol. Qarzdor majburiyatlarini bajarmagan yoki lozim darajada bajarmagan hollarda to'laydigan va qoida tariqasida qat'iy pul summasi neustoyka penya hisoblanadi deb aytilyapti. Yo'q, agarda summani miqdori qat'iy bo'lsa, bu neustoyka penya emas, balki jarima bo'lishi kerak edi. Shunda xato penya degan qismi. Neustoyka to'g'risidagi kelishuv yozma shaklda tuzilishi kerak. Ikkinchi ma'lumot to'g'ri ma'lumot sifatida belgilanadi. 3-ma'lumotda esa e'tibor qarating, foiz nisbatan foiz bilan hisoblanadigan neustoyka jarima hisoblanadi deyilyapti. Bu yerda xato. Birinchi ma'lumot bilan 3-ma'lumotdagi jarima bilan penyani o'rni almashib qolgan. Ikkalasi ham noto'g'ri ma'lumot hisoblanadi. Shunda to'g'ri javob 2 bilan 4 javobi to'g'ri javob bo'lar ekan. C javob to'g'ri javob sifatida belgilaymiz. 29-savol. Jinoyat kodeksining 45, 45.1, 46, 48.1 moddalarida olamiz. Muayyan huquqdan mahrum qilish aybdorning mansabiy yoki ish faoliyati bilan bevosita bog'liq bo'lgan jinoyatni sodir etgani uchun asosiy jazo tariqasida tayinlaganda 5 yildan 10 yilgacha muddatga belgilanadi. Bu xato. 5 yildan 10 yilgacha muddatga emas, balki asosiy jazo tariqasida bo'lganda 5 yilgacha muddatga belgilanishi kerak edi. Xo'p, keyingisi majburiy jamoat ishlari 120 soatdan 680 soatgacha muddatga belgilanadi deb aytilyapti. Bu xato javob. Majburiy jamoat ishlari miqdori 120 soatdan 680 emas, balki 480 soatgacha bo'lishi kerak edi. Shu ham xato ma'lumot hisoblandi. Axloq tuzatish ishlari 30% dan 50% gacha bu yerda to'g'ri ketyapti. Axloq tuzatish ishlari shaxs ish haqining 30% dan 50% gacha miqdorini davlat daromadi hisobida ushlab qolgan holda uni mehnatga majburan jalb qilishdan iborat. Xo'p, shu yerda nima xato? 30% dan 50% gacha emas, balki 10% dan 30% gacha bo'lishi kerak edi. Shu qismi xato ma'lumot hisoblandi axloq tuzatish ishlaridan. Xo'p, keyingisi ozodlikni cheklash 1 oydan 5 yilgacha muddatga tayinlanadi hamda sud tomonidan belgilangan organlar nazoratida o'taladi. Bu to'ppa-to'g'ri ma'lumot hisoblanar ekan. Xo'p, ana endi quyidagi izohlarga mos atamalarni aniqlaymiz. Xorijiy shaxsni fuqarolikka qabul qilish bu naturallashtirish, huquq va majburiyatni vujudga keltirish, o'zgartirish bu yuridik faktlar hisoblanadi.
fuqarolik huquqiy majburiyatlarini buzilish natijasida yuzaga kelgan zararni to'lash esa bu kompensatsiya hisoblanar ekan. 9-variantning nimasi tahlili shundan iborat edi.